Xo'p, bolajonlar, bugun videomga xush kelibsizlar. Xo'p, xullas, men YouTube'ga ancha undan keyin kirmadim. Chunki ishlar bilan bo'lib ketdi. U bu boshqa narsa deganday hamma Orif bilan hamma YouTuberlar o'ynagan o'yin uni. Hamma o'ynagan ekan. Mana bir o'ynab ko'ringizmi? Qani o'ynaymiz. Davay, videoni boshlashimdan oldin keyingi yil yangi o'tgan yil bilan tabriklayman. Hammani tabriklayman. Chin qalbimdan tabriklayman. Keyingi yil nima niyat qilgan bo'lsa erishishda boshlaymiz. Ketdi. Videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman, chunki ingliz tilini oz-moz bilaman-da. Xo'p. Xo'p, nima qilishim kerak? Nima bo'lish kerak? Ha, dars keldi. Dad? Qiz aytadi. Daddy? Bu sizmisiz? Dars yo'qdi, xo'p. Endi nima qilaman? Buncha xira o'yin. I love get. Men mushuklarni yaxshi ko'rar edim. Kuchuklar bilan. Bu mening oyim edi. Ha, gaplashsalar. Dada? Qiz aytibdi. Dadadan boshqa narsa aytmas ekanda. Bu menga yoqqan kamalak edi. Dada, tashqarida nimalar bo'lyapti? Men pardani ochib ko'rsam bo'ladimi? Sen pardani ochishing kerak emas. Nuqta. Qiz aytyapti. Kechiring, dada. Xo'p, qizim, meni kechir. Men senga hammasini tushuntirib beraman. Dada? Men uxlay olmayapman, kechqurun. Ha, men ham. Nuqta. Sen o'ynashni xohlaysanmi? Let's play. Ana ovoz o'yinini o'ynashni xohlaysanmi? Okey, dada, handda o'ynashni xohlayman. Davay, qani unda qara. Hozir men ovozda aytaman, sen uni to'plashing kerak bo'ladi. Cut? Yes, sen topding. Sen juda aqllisan. Ha, dada. Ketdik yana, keyingisiga o'tamiz. Bu qo'shiq, bu ovoz qaysi hayvonniki? Xo'p. Duck. Конечно. Ajoyib. Sen juda aqllisan, qizim. Yep. Yana davom ettiramiz. Okey, dada. Dog. Sen juda chiroylisan va aqllisan. Sen juda aqlli qizsan. Ha. Siz juda kulgilisiz, dada. Ha. Ha. Daraset. Ha. Davay yana o'ynaymiz. Okey. Nima bo'ldi? Dada, ko'chada nimalar bo'lyapti? Ish nima, qizim? Da, o'yinni davom ettiraylik. Bu nimani ovozi? Faqat jo'ratgan bir xil-ku. Ha, to'g'ri topding. Sen aqllisan. Ha, qiz aytyapti. More, siz juda ham zo'rsiz. Okey, bu nimani ovozi?
Bomba. Nuqta. Hop. Qizim, eshit meni. Xo'p, ko'chada tashqarida bo'layotganlar hammasi rost. Sen jimxonada o'tiribmi? Sen ovozlarga ahamiyat qilmagin. Dada. Yaxshi qizim. Da bola. Chuqur ma'noga ega bo'lgan video. Daraxt bilan gaplashing. Gaplashirkan. Qizim, sen qo'rqmadingmi? Yo'q, dada, men qo'rqmadim. Chunki men sizga qamanmi shunaqa debdi. Kuldi. Ha qizim, sen yaxshisan. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, dada. Men seni har doim tinglayman. Men seni Allohdan, ota-onamizni, men seni onangni hammamizni uzoq umr ko'rishimizni xohlayman. Okey, mayli dada. Dada, eshiting. Bu anaqa ovozi, fikr samolyot urush samolyot ovozi. Bu o'ynaganlar like, comment bosib qo'yamiz. في طيارة لا قذيفي قذيفي أنا قصدي بضحك في بضحك معه قذيفي في بضحك Hamma odamlar o'zini yaxshi deb o'ylaydi. Ular qochishni istardi, lekin urush bo'lyapti. Agar to'g'ri bo'lsa, ular juda xafa. Ular uyda juda jim o'tirishar edi. Boshqa uylarda. Dabolla bugungi video shunaqa shuncha mana Isroil bilan Falastin urushida mana nima bo'ldi bola? Shuncha narsa, shuncha puli. Bola video yoqmasa like, comment bosib qo'yinglar. Keyingi videoni kompyuterda chiqarmoqchiman. Mana bola. Bola video yoqmasa like, podpiska, comment bosib qo'ying, ishlardan chiqmasin. Keyingi video nimada chiqsin hozir men telefondan keyingi safar kompyuterda keyingi kompyuter chiqadi. Bolalar yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilga bir kun qoldi.